Hürmetli vatandaş, bugün Çislak 2023 yıl 9. ayının 20. günü. Heptiga çarşamba vatandaşa bu Çislak ezip kalmak geçirinler ya vatandaşlar. Yukarı liksiyene sözlep olduk. Hazır vaziyetimizin bu yekageligini gördük. Mesela bugün Prezident Joe Biden sözlügen nutqida Birleşken Devletler Teşkilatı'nın umumi yığında sözlügen nutqida ittifaqlıq ve yer şarı hemkarlığını ta'kidledi. Şundaqlı tecavüzçülük ve şundaqlı tecavüzçülük masışıp kelayotgan popuzu işiltişlerge qat'iy zarba berimiz dedi. Yani kelib ittifaqlıq ve xalqaro kurash nima? Xalqaro hamkorlikni tasvirlagan Vyetnam bilan Amerika Qo'shma Shtatlarining munosabatining qaysi darajaga ko'tarilganligini so'zlab kelib, bizning tariximiz, bizning kelgusimizni belgilamasligi kerak dedi. Bu sizlarga ayon vatandaşlar. Demek hazır mushu nutqdan uzaydan qarasangiz bundan keyingi dunyoga yoki dunyoning vaziyat taraqqiyotiga va dunyoning boshqa taraqqiyotlarga yetakchilik qiladigan prinsiplik masala deb o'ylasangiz bo'ladi vatandosh. Ondan bu yerda nima dedi? Amerikaning xalqiliq paytda üstüge algan mesuliyetini ada qilishda rol o'ynaydiganligini yaxshi tushunaman. Xalqiliq payt nima? 4-ayning 1-kuni Kurt Campbell nima dedi? Aloqa munosabatlarni saqlayli. Bir ponksiya qurayli. Bir telefon qiziq liniyasi qurayli. Biz ayni chaqda sobiq Sovetlarning ishiga muomala qilganda mushundaq muomala qilgan edik. Ya'ni gapning uzoyi ichki urushga kirib qilishning oldini oldik Rossiyada. Degan ma'noda shunday so'zlagan edi. Bugun endi mayada Prezident Joe Biden nutqida qanday ko'rsatdi vatandosh? Prezident Joe Biden bunday ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti bo'lish sifatim bilan Amerikaning xalqiliq payti ustiga olgan mas'uliyat ado qilishda rol o'ynaydiganligini yaxshi tushunaman. Biz boshda nima deb o'qidik bugungi jungoda? Bir inson xotirjam emas. Atinim bo'ldi shunama. Demak, Jungo Kompartiyasi rahbarligidagi mustabid hokimiyat gumron bo'lish davriga kirib keldi. Kurt Campbell nima degan edi? Biz ayni chaqda sobiq Sovetlarga shunday muomala qilgan edik. Gapning ochig'i, bugun ham Jungoning ichki vaziyat o'zgarishiga biz ham shunday muomala qilamiz. Demagan bo'lsa-mu, gapning uzoyi shu, biz tahlil qilyapmiz vatandoshim. Endi bu yerda Prezident Joe Biden neydi? Xalqiliq paytda ustimizga olgan mas'uliyatimizni ado qilamiz. Amerikaning shunday ado qildiganligini men yaxshi tushunaman. Masalan, Jonanhay, Jungo, balki men shunday tahlil qilay, bu tahlilim oqsin yoki oqmasin, mushu jumlalarning hammasi bevosita Jungoga qaratilgan. Aralıqda biz nima dedik? Jungoda mush yilning oxirigacha yoki kelar yilning 5-ida siyosiy o'zgarish bo'ladi. To'g'ri, ben tikinasan sizlarga topshirdik. Mayli siyosiy o'zgarish bo'lsin, dahshatli, keskin bo'lsin, bo'lmasin, bu ishlar Jungo jamiyatiga nima olib keldi? Masalan, Jungo jamiyatining ichki vaziyati shu vaqt yetganda yana qanday o'zgardi? Oldini olish, to'qinishning oldini olish, zo'ravonlikning oldini olish, masalani tinch yo'l va tinch kayfiyat ichida hal qilish, oldini olish, har qanday zo'ravonlikning oldini olish. Masalaning tegi shu yerga berib to'xtaldi. Bu Prezident Joe Bidenning Birleşken Devletler Teşkilatı'nda so'zlagan nutqining asosiy mazmuni vatandoshim. Ukrainani qo'llaymiz, ada kuch qo'llaymiz. Ukraina g'alaba qilish qo'llaymiz dedi. Endi kelayli Wang Yi'ga, Wang Yi minister Wang Yi Malta desa, mening shu nervlarimda bir o'zgarish paydo bo'ldi. Sabab nima desangiz, Malta 91-yil sobiq Sovetlar o'zgarish davriga kirishdan burun Maltada Amerika Qo'shma Shtatlarining sobiq prezidenti, marhum prezidenti George H.W. bilan Prezident Gorbachev Maltada uchrashdi vatandosh.
Malta'da görüştü. Bugün endi hazır seliştirsak Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden bilan Jungoning reis Xi Jinpingning bu darajada uchrashishi o mümkün emas vatandaşım. 2017-yili 4 ayının 7 günü reis Xi Jinping Florida ştatı sabık prezident Trump'ның Aramgayı'ya taklif kılındı. Şu yerde sohbetleşti. Reis Xi Jinping de Aksaray'a gelip bakmadı vatandaş. Şundak mı ya? Ha belki, ha barkal. Muşunu hem yaxşı dep qaraysiz vatandaş. Bulam da. Şuna bugün günde prezident Joe Biden bilen reis Xi Jinping'nin yukarıdaki Malta veya dünyanın qaysı bir yerde uçuruşu bu mümkün emas. Hazırki görüşülüp atkan tirişçallık mı? Diplomatlarning ko'rsatayotgan tirishchanligimi 11 ayda San Fransisko yig'inida uchrashtiramdiq yo'qmi degan masala. Bu da Wang Yi shuni so'zlashganda qiladi, lekin konkret masala o'tirg'i chiqmadi. Shuni deymizki, Wang Yi apandining 16-17 kunida Maltada Amerika Qo'shma Shtatlari Oqsaroy davlat bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivan bilan suhbat o'tkazib, 18 kuni darhol degidek Moskvaga yetib kelib, Moskvada faoliyat, masalan, Tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov bilan ko'rishib, undan keyin Rossiya KGB yoki bexatarlik komitetining raisi Patrishov bilan ko'rishib, hozir hisobda oxirlashdi. Onda Tashqi Mong'oliya bexatarlik va Tashqi Mong'oliya chiqib qoldi vatandosh. Tushundingizmi? Bu ishlar tarixning o'zini qayta takrorladi desak bo'ladi vatandosh. Ayni chog'da Tashqi Mong'oliya aralashgan edi Uyg'uriston ishiga. Ya'ni qo'pollik bilan aralashgan edi deymizda bu ishlarni. Aralashgan edi, qo'pollik bilan aralashgan deymiz bu ishlarni. Shu tarix shu peti ketiversa, hozir endi buni bir temi bo'lib qolganligining sababi nima? Men shuni so'zlamoqchi sizga. Patrishov bilan ko'rishganda ministr Wang Yi bu Mong'oliya, Tashqi Mong'oliya masalasi bexatarligini eg'iz qapti bu nima? Lekin bu to'g'rida tafsiliy xabar kelmadi. Yani xabar kelganda ko'rishimiz, lekin gapning uzoyi nimada deganda biz tayyorlik qildik. Siz tayyorlik qilib turdingiz, lekin bu tayyorligimiz lassida bo'lib ketdi. Bu bir tarafdan. Ya'ni Tayvanga munosabatlik tarafdan. Shunga Wang Yi bu qatimqi suhbatlar jarayonida, ya'ni nimaga va'da berdi, nimani tuzatishga va'da berdi, nimani qandoq o'rlashtirishga va'da berdi. Sizga bizga bu ayon emas. Biz tungi suratlarni selishtirdik. Masalan, davlat bexatarligi maslahatchisi Amerika Qo'shma Shtatlari Jack Sullivan bilan ko'rishganda qo'l berib ko'rishdi. Shundaqmi? Ministr Wang Yi shunday ko'rishdi. Rossiya Federatsiyasining nima dedi? Hozir Jack Sullivanni prezident demagan nima vatandoshlar, kechiringlar. Davlat bexatarlik maslahatchisi Jack Sullivan dedim, to'g'ri-da? Ha. Jack Sullivan bilan qo'l berib ko'rishdi. Ondan keyin Tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov Moskvada Wang Yi qo'l uzatdi. Sergey Lavrov pisand qilmadi. Ajoyib ko'rinish bu, ko'rinish vatandosh. Az kunda 10 ayda prezident Vladimir Putin Beijingga keldi. Endi bu qatim Wang Yi Moskvada prezident Vladimir Putin bilan ko'rishdimi, ko'rishmadi? Shunga xabar yo'q. 10 ayda prezident Vladimir Putin Beijing keldi. Aniq vaqtni aytmayotdi. Buning o'zi bir gap. Aniq vaqt o'tirib chiqmayotdi. Shuning bilan biz hozir xulosa qilsak, Birlashgan Davlatlar Tashkilotida asli Erkin Asiya radiosi Xitoy til programmasining xabarida ko'rsatganicha, bu qatim Ukraina masalasi bilan Tayvan masalasi birlikda o'tirib qo'yiladi degan edi. Hozir Tayvan masalasi yana har yildagidek Palau, Paragvay, Gvatemala qatorliq davlatlarning og'zidan qo'yildi. Boshqa ortiqcha ish yo'q.
Lekin siz biz oylamagan yerden, azı şahsen ben üzemesem Xitayçı matbuatlarda yetip gelmegen bir yerden, Erken Asiya Radyosu Uygur Bölümü muhbiri İrada Hanım tayyorlagan xabarga qarasangiz Birleşken Devletler Teşkilatı'nın umumiy yig'ini yoki umumiy yig'inidagi umumiy munozaraga yondosh holda Uyg'ur meselesi ve bunun derece intayin yukarı. Mesela Amerika Qo'shma Shtatları tarafından ben nima? Ştatlardan Ben Van Schaack Hanım. Onun keyin Avrupa İttifaqı. Yani qaysi bir teşkilatının yoki bir organның EEAS organının başlığı. Bula Uygurlar doğrusu fikir qiladi ekan. Andan bizden Uygurlardan Uygur kızımız Reyhan Asad fikir qiladi ekan. Demek gap nimada deseniz, men Tayvan bilan Ukraina meselesi o'tirib qo'yildi bu qitim Birleşken Devletler Teşkilatı'nın umumiy yig'ini umumiy munozarasida degan edim. Tuyuqsizlar hayranman endi hozir Uygur to'g'risida muhokama munozara yuqoridagi oliy organlarning o'rinlashtirishi bilan Birleşken Devletler Teşkilatı'nın umumiy yig'inida o'tirib qo'yilishi yoki muzokara muhokama shaklida o'tirib qo'yilishi vatandosh bu biz uchun muvaffaqiyatli bir kun bo'lishni umid qilamiz vatandoshlar.